Shu uyim remonti bitgungacha erim bilan ajrashib ketay dedim. Sababi 2 yil deganda bitqizdilar. Hali o'tini o'poq, o'tini so'poq deb, hozir sizlarga uylarim ichida eng qimmat va erimni asabini yegan uyni obzor qilib beraman. Podyezddan kirganinglarda shunaqa katta xolslarni kutib oladi. Undan tashqari shunaqa detskiy qilganmiz. Ikkita farzand uchun mo'ljallangan o'zini shkafi, dars qiladigan zonasi. Bemalol sizlarga remont yoqqan bo'lsa, skrinshot qilib olib, uylarni shunaqa remont qilsanglar bo'laveradi. Balkonga chiqib, shunaqa chiroyli vidni tomosha qilsanglar bo'ladi. Menimcha har bitta ayol orzusi shunaqa o'zini katta spalnisi bo'lsa-yu, ichida shkoflari bo'lmasa. Shu sababdan alohida garderob qilganmiz. Har bitta mebel dizayn asosida yasalgan. Aytgancha qizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu lustra shu yoqqa tushganmi yoki yo'qmi? Adasi ne quplanmaydi desam, er-xotin tualetiga kim kiradi dedilar. O'shaning uchun kevaringlar, men bitta alohida er-xotin uchun sanuzil bor. Qarib kampir bo'lib chiriganinglarda ham o'tirib olib, oyog'inglarni bunaqasiga yuvsanglar bo'ladi. Mana shu lustrani erim bilan urushib, talashib, voydod masjidga qo'yamiz. Mashinani diskasiga o'xshirkan deb oldirganman. Tan olinglar, diskaga o'xshaydi-ku, lekin hech kimda yo'q. Sababi buni shahar qoq markazi bo'lgan Laqandil premium do'kondan xarid qilganmiz. Oshxonadagi ovqatni hidi holga chiqib ketmasin deb shunaqa ajratganmiz. Menimcha bu yerda yashagan insonlar ovqat ham qilib o'tirmasa kerak. Shkof shunaqa ko'p qizlar, ishoninglar. Chimodaninglargacha ham solib qo'ysanglar ham joy yetadi. Ko'rib turganinglardek, bular hammasi tosh va o'zim yasatgan. Shunaqa mehr berib posudalarimni ham taxlab qo'yganman. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu lustra sizlarga nimani eslatyapti? Dubaydagi Burjul Arab. Xuddi shu lustradan bu 2 qavat bo'lsa, 3 qavatligini uchastkamizga olib qo'yganman, chunki tugab qolsa qatdan topaman deb rosa yoqtirganim uchun olib qo'yganman. O'zini shunaqa biralari bilan bu lustrani sizlar bozordan qidirib topa olmaysizlar, chunki sababi biz buni shahar qoq markazida joylashgan Laqandil premium do'kondan xarid qilganmiz. Endi bu yoqda shinamgina divanni zona qilingan, bemalol oilaviy televizor ko'rib, nimadir yeb o'tirsanglar bo'ladi va ko'rib turganinglardan bu yoqda farzandinglarni bemalol hoy uyga kir, uyga chiq deb kontrol qilib tursanglar bo'ladi, chunki xonadon 2-qavatda joylashgan. To'g'rimiz desa, fantan. Ko'rdinglar, hamma uyimiz ketma-ket bitta borganda, shunda yashayman, unisiga borib, voy, bunda yashayman desam, erim, sen qaysinda yashaysan o'zi dedilar-da. Shunaqa uyga kelib, o'zim bilan faxrlanib, Allohga shu darajada shukr etdimki, Allohim shukr, menga shunaqa narsalar nasib qildirding dedim. Alloh bitta ham uyimda yashashga emas, balki bulardan ham eng zo'ri katta uchastkani nasib qildirdi. O'shaning uchun qizlar shukr bilan havasda gap katta. Men qila oldim, sizlar ham qila olasizlar. Hammanglarga eng kamida shunaqa uylar nasib qilsin.